kaz qaynonamni pijamasini kiyib oldim. Meni pijamamga qaraganda kichkina ekan, lekin osilmayapti qo'li. Bugun guruch bilan baliq yeymiz. Ko'pchilik so'raydi, guruchni qanday tayyorlaysiz, retseptini qo'ying deb. Men o'sha qo'yib bo'lganman retseptini. Kirib ko'rishingiz mumkin. Bismillah. Ishdan kelgan odamni asabiga yomon tegadi. Yig'ishtirilmagan uy, ayniqsa kelin ishlamay uyda o'tirsa. Bismillah. To'g'ri. O'shaning uchun challenge qildim-da. So'karmikin, so'kmasmikin deb videoga olib challenge qildim. Ataylab aytgan narsalarni qilmasdan. Sizlarni ham duxinglar yetsa qilinglar challenge. Keyingi safar bundan-da battar challengelar qilaman. Tomosha qilib turinglar. Bugun kechga telefon olganimni aytmoqchiman. Agar kechgacha yangi ochilgan TikTok profilimda 10 mingta podpischik bo'lsa, bo'lmasa aytmayman. Barilar bilan birga ovqat yeyish bari boshqacha. Şöyle ikkita tutib barigidan qilamiz. Barigi burnim ochilib ketdi. Nafas olyapman endi. Wow. Men kunjut barigini rosa yaxshi ko'raman.